Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Amirdinman. Bugungi videoda biz Epic Mine serveridan mine qilamiz. Server IP'sini qayerdan olaman desanglar, ekraningizda chiqib turibdi. Mana ko'rsatib beryapman. Bolalar, serverga kirganingizdan sizlarga mana bunaqa kapcha chiqadi. O'shani terasizlar, keyin login parollarni terishinglar kerak bo'ladi. Men hozir kapchani teraman. Keyin esa login parolimni teraman. Mana login parolimni terib olib kirdim. Sizlarda ham shunaqa bo'ladi. Mana bu yoqda Bedwars, Anarxiya, Survival yaqinda qo'shiladi. Box PvP. Box PvPda hech kim o'ynamayapti. Mana Box PvP deyiladi buni. PvP qilasizlar bu yoqda. Biz hozir qaysi rejimga kiramiz? Box PvPga davay, yo'q, Anarxiya. Let's go. Bolalar, men bu serverda helperman. Kommentariyada 7x ni moderator qilamiz deb bombalatib tashinglar. Qani bu video agar 10 ta like yig'sa, agar ownerlar meni moderator qiladi. Va albatta hazil 10 ta likedan keyin men set yasayman. O'sha videoni YouTube'ga qo'yaman. Bolalar, YouTube'da ancha aktiv bo'lmadim. Uzr, qanaqadir ideya kelgani yo'q, вообще videoga ham kelmadi. Hozir chatga bolalarga video ketyapti deb yozib qo'yaman. Bolalar salomlashmasa kerak. Bir ikkita salomlashadi menimcha. Endi buni flood qilish kerak chatga. Aytgancha bolalar, biz bu videoda mine qilamiz. Meni kirkam, ishoninglar, juda ham top. 2 ta top kirkam bor. O'zi 4 ta edi. Mana premium degan lord rankli odam biz bilan sizlar bilan salomlashdi. Короче, shax вообще salomlashmaydilar. Kibrlar. Короче, hozir yana flood qilay. Hech kim salomlashmayapti deyarli. Atela flood qilyapman salomlashishlari uchun. Hozir kirkamni ko'rsataman, qaranglar. Просто bomba-da, ishoninglar. Qochishlar uchun uzr. Mana kirkam. Bu 8-chi kirkam. Bu ham вообще zo'r. Mana hozir biz ishoninglar, bitta minda 2 stak almas topamiz. Ishoninglar. 2 stak easy topamiz dedi. Men bitta minda Epic degan xullas mine bordi, almashib turadi. O'sha minelarni birida Epic degan nomi bordi. O'sha Epic minda men ishoninglar 9-10 stakcha almas topaman. Mana rankimda repair degan komanda borligi juda ham qo'l keldi. Opsiz kirkamni jonini to'ldirib yuboraman. Mana almaslarni qarasanglar, bitta qaziganimga 1 stakdan beryapti. Ko'rasizlarmi? Bu kirka вообще zo'rda, вообще katta sindiradi. Mana repair al qilsa agar все, kirkangiz joni to'ldi deb chiqadi. Mana ko'rasizlar. 45 level уже. Вообще zo'r. Meni pulim 70 million, bu pulimni 30 million Rahimov bergan. 40 million qattanlar topganman. Zo'r bazalarim bor edi, o'marib ketishgan. Короче, zerikib qolmasligingiz uchun men mine qilganini tezlashtiraman. Qani, let's go.
Mana do'stlar, men ham qilib bo'ldi. Endi qancha almas topganimizni hozir hisoblaymiz. Qani ko'ramiz. Voy, yana 2 stak. Oh yeah, bu. Короче, bolalar, bu video shundan iborat edi. Shoshmanglar, chatga ham yozib qo'yaylik. Xayrlashayotganimiz haqida. Hozir xayrlashiladi, tugatyapman deb yozdik mayli. Endi bu yog'ini boshqacharoq qilamiz. Yaxshi. Yo'q, xato. Endi bo'lsa hozir Все. Endi chichagini flut qilsak. Mana baribir hech kim xayrlashmasa kerak. Mana flut qilib yubordik. Короче, hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Maymirdan bo'ldim. Videoga like va kommentariya yozish sizlarning chiqmasa hammaga xayr. Aslida esa mana bunaqa bo'lgan. Mana do'stlar, biz ham qilib oldik. Endi qancha almas chiqqanini ko'ramiz. Speed xalaqit beryapti. Qani. Bu birsta yaxshi. Voy, bir dona yetmay qoldi. Mayli, bu yoqdan bitta olsa, olinmadi. Ana. Endi bularni maydalab olamiz. Ana endi bu yoqqa boshqatdan boramiz edi. Mana bolalar, biz men qilib bo'ldik. Endi bo'lsa manbalimiz qancha almas ishlaganimizni ko'ramiz. Ana rovna 2 stak. Hammasi shunaqa bo'lganda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosamiz.